Assalomu alaykum Global Education YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan qanday qilib IELTS dan 8,5 olish mumkinligini 8,5 olgan ustozdan so'rab bilamiz. Tanishing, Asror Akbarov. Assalomu alaykum Asror aka. Assalomu alaykum Igzod. O'zingizni bir qisqacha tanishtirib yuboring. Endi sizni baribir ko'pchilik Globalda o'qiydigan, Qashqadaryoda IELTS yoki TOEFL o'qiyotgan o'quvchilarni anchasi taniydi, lekin baribir ham bir qisqacha intro qilib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Men Asror Akbarov Global Education o'quv markazida 2020-yildan buyon IELTS va multi-level instruktor sifatida ishlab kelyapman. O'zim 2018 va 2022-yillar davomida Qarshi davlat universitetida aynan filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili yo'nalishini tugatganman. Asror aka, hozirda guruhlaringiz o'sha multi-levelda ham IELTS gruppalari ham bor. Xuddi shunday. Bitta qiziq savol, qaysi biri sizga o'qitish qiziqroq? Qaysi biri nisbatan qiziqroq, qaysi birini bolalarga maslahat berasiz? Siz mana 8,5 olishingizda qanaqa yordam berdi o'qitishingiz? Bu qisqacha tushuntirsangiz, keyin boshqa savollarimizga ham o'tib ketaveramiz. Aynan 2020-yilda ish boshlaganimda IELTS guruh bilan boshlaganman bu o'quv markazida. 2020, 2021, 22-yilgacha IELTS muntazam pre-IELTS o'qitib keldim va 22-yil o'rtalarida multi-levelga ham e'tibor qaratdim. Sababi aynan shu imtihon oldin safar imtihoni edi bu. 2022-yilda bu multi-level o'zgargandan keyin aynan multi-levelga bo'lgan e'tibor qaratdim. Sababi IELTSga nisbatan buni chiqarish biroz osonroq, savollar nisbatan ham aynan multi-levelda va o'quvchilarda ham talab shu sabab ko'proqligi sababli ozroq multi-levelga bo'lgan e'tibor biroz ko'paydi oxirgi 2 yil davomida, lekin hozirda yana pre-IELTS, IELTS gruppalarimiz bor, davom etyapti. O'zingizda ham IELTS gruppalar anchagina ko'payib qoldi. Xuddi shunday. O'tgan yillarda adashmasam, o'zi IELTS gruppalaringizni yopgandingiz, tugatishib o'zi Deyarli tugagandi, xuddi shunaqa. Deyarli tugagandi. 24 sentyabr oyidan boshlab, 2024 sentyabr oyidan boshlab va hozirgacha aynan yana pre-IELTS, IELTS gruppalarga e'tibor ko'proq qaratib boshladik. birinchi marta IELTS qachon olgansiz va necha ball bo'lgan? Birinchi marta 2017-yil topshirganman. Adashmasam, yoz oyida edi, avgust oyida topshirgandik 2017-yilda. U paytda Toshkentda bor edi faqat, borib topshirgan, ayni British Councilda. Ham kolonkada bo'lgan, o'sha quloqchinlar bo'lmagan u paytda. Birinchi ballim 6,5 edi overall. Bunda listening 6,5, reading 6, writing 6, speaking 7 chiqqan edi 2017-yilda. Birinchi imtihonim. Demak, umumiy oladigan bo'lsak, IELTSni birinchi marta topshirganlari 2017-yil va o'shanda 6,5 ball olib, hozir 2025-yil, ya'ni 8 yil muhlatda 8,5 oldilar. Bu o'zingiz hisoblashingiz bo'yicha bu yaxshi natijami? Ya'ni hozirgi kunda bolalarga men birdan 8 olishim kerak, birdan 8,5 olishim kerak. Ya'ni kim o'rtacha oladigan bo'lsa, hozir 20 yoshdan kichikroq bolalarga endi ko'pchilik hozir zo'r natijalar olishyapti. Lekin buni oqibatida ko'pchilik stress ham kelyapti-da. Masalan, 15 yoshli bola o'zini masalan IELTS dan 8 ola olmagani uchun o'zini stressga qo'yadi. Nima deysiz mana shu haqida? Bu to'g'rimi? Qanaqa yondashish kerak mana shu vaziyatda o'ziga nisbatan bolalar? To'g'ri aytdingiz, aynan mediada yuqori ball olganlar uni reklama qilayotgan holatlar ko'payapti, ayniqsa yoshlar o'rtasida. Lekin bu har doim ham to'g'ri emas, sababi aynan yuqori ball baribir yosh age experience ga borib taqaladi. Aynan ingliz tiliga o'sha exposure darajasi qancha ko'p bo'lsa, shuncha ehtimollik oshadi. Ya'ni aynan o'zi xalqaro qabul qilingan soatlari bor. O'rtacha misol uchun A1 darajadan C2 darajaga chiqishda 8,5 C2 daraja hisoblanadi, proficiency hisoblanadi. O'rtacha o'qish soati 1000 soatdan 1200 soatgacha hisoblanadi. Endi o'rtacha har kun standart 2 soatdan dars qiladigan bo'lsa ham o'sha 1000 soat, 1200 soatni bo'lish kerak bo'ladi, lekin bu 100% to'g'ri ham emas. Kimgadir cho'zilishi ham mumkin va aytganingizdek, kimdadir qisqa muddatda o'sha boyagi 8-8,5 holatgacha birinchi o'ringa chiqayotganlar ham bor. Endi o'zimning holatda aytadigan bo'lsam, bu 8 keyingi 2017-yildan boshlab 2025 gacha olingan bo'lsa, bu orada muddat 8 yil bo'lyapti. Men o'zimdan bunda qoniqmayman, sababi 8 yil bu ko'p muddat, lekin aynan mendagi holatda bu o'sha 8 yil davomida aniq faqat tayyorgarlik bo'lmagan. Lekin aynan mana shu 8 yil emas, balki 5 yillar, balki 4 yildir aniq kuchli tayyorgarlik bilan diqqat chalg'imasdan ishlangan holatda 8 yil emas, balki uni qisqaroq muddatda olish mumkin. Boya aytganimdek, dars soati qisqaradi, ya'ni 1000-1200 soatni kun davomida ko'proq soat dars qilish evaziga eplash mumkin. Xo'p, qarang. Demak, o'zingizda ham bo'lganda, mana shu o'ylash, men 8,5 ola olmadim, men 8 ola olmadim, ancha vaqtim o'tib ketdi. Demak,
ustozlarni o'zida ham, ya'ni mana shu narsaga erishib ko'rgan ustozlarni o'zida ham shu stress bo'lgan. Va bularning maslahatlari menimcha ortiqcha o'ylaydigan narsa emas bu. Shunday, albatta. Vaqti kelib, xudo xohlasa erishiladigan narsa. Endi keling, o'zingizda masalan ballingizgacha bo'lgan muddatda, masalan, bu ko'rsatuvni hamma mana 5,5 ball olgan, 6 ball, 7 ball olganlar ham, 7,5, 8 ham ko'rishi mumkin. Keling, bitta ko'rib chiqamiz. Masalan, men o'qishga kirmoqchi bo'lgan talabaman. Menga shunaqa maslahat bering, men qanday qilib 5,5 6 masalan universitetga kirish hozirgi kunda. Qanday qilib men mana shu ballga tezroq va samaraliroq yetishim mumkin. Keyin ko'rib ketamiz, masalan 0,5 ball, 0,5 ball o'sishi bo'yicha. Hozir menga 5,5 6 uchun nima qilishim kerak? Men nimadagi ko'proq ishlay? Demak, hop, o'qishga kirish uchun asosiy talab hozir B2 daraja, ya'ni multi levelda B2, IELTSda 5,5 6 6,5. 5,5 6,5 bir xil ballni yopib beradi o'sha boyagi universitet uchun. To'g'ri savol. Hop, demak, odatda o'quvchilar 9-10 sinfdan boshlaydi. Aynan misol uchun deylik 3 ta fanni o'qish boshlashadi, 2 ta fanni boshlashadi. Hop, ingliz tili starter darajadan boshlandimi? Demak, starter darajada boshlanganda intermediate-gacha o'qish kerak, general odatda, va o'rtacha intermediate darajagacha ham 1 yil vaqt ketadi. Endi shu yerda bitta qilinadigan xato bor. Odatda 5 oy davomida grammatikani o'zini o'qishadi-da, 5 oydan keyin yo pre-IELTS yo IELTS boshlashadi. Kursda o'qishadi, 4 oy yoki 3 oy o'qishadi. O'quvchilarni ko'ramiz, eshitamiz. Endi bizda bunaqa tizim emas, bilasiz. Bizda aynan general bor. Keyin generaldan keyin pre-IELTS IELTS olamiz. Grammatika holatda kelishadi. Grammatika o'qilgan, 4 oy 5 oy IELTS o'qilgan, lekin natija bo'lmagan. Sababi o'sha 5 oy davomida hop grammatika o'qidi. Grammatikada listening mashqi yo'q, yozish mashqi kam, discussion exerciselar yo'q masalan generaldagidek, yoki aynan qaysidir misol uchun general kitoblarda bilasiz, spelling mashqlari ham bor, yoki aynan boyagi speaker attitude aniqlaydigan listening mashqlari bor. Ular grammatik kitobda bo'lmaydi. Tabiiyki o'sha boyagi IELTSgacha bo'lgan jarayon bosib o'tilmagan va birdaniga yuqori darajaga, yuqori levelga chiqishgan. Va aynan testdagi materialni ishlab analiz qilishadi, to'g'ri, lekin u yerda boya aytganimdek vaqt masalasi borda. 5 oydan keyin birdaniga IELTSga o'tib ketishgan bo'lsa, u qiyin holat bo'ladi. Ya'ni o'sha 1 yil davom ketib qoladi. Undan ko'ra 1 yilgacha general English ustida ishlash kerak. Undan keyin o'zi osonlashadi. O'rtacha 5,5 6lar uchun generaldan keyin meni fikrimcha 4-4,5 oy, 5 oy muhlatda olsa bo'ladi. Bemalol, masalan, o'zini qiynamasdan ham, o'zini bemalol qo'yib qo'ymasdan ham olsa bo'ladi. Endi meniki bitta joyini aytib ketamiz. Ko'p o'quvchilar pre-intermediate yoki intermediate boshiga kelib, ustoz, men IELTS guruhlariga o'taman. Endi men bu yoqda pre-IELTS ham kerak emas, men ko'proq borib praktika qilishim kerak. Men mana shularning ustiga ishlashim kerak deyshadi. Lekin masalan ko'p o'qituvchilarda keladigan narsa, yo'q qo'ygin, sen ishlamagin, sen IELTS guruhiga o'tishing shart emas, senga 5,5 6 kerak. Sen ko'proq generalini rivojlantirishing, ya'ni levellarda intermediate, kerak bo'lsa upper intermediate, o'sha guruhlarni o'qigin deganda ko'p o'quvchilar bu narsani to'g'ri qabul qilishmaydi. 8,5 olganlar, o'zingiz mana o'zingizda tajribangizdan o'tgan. Yaxshi savol bo'ldi, to'g'ri. Qarang, o'zimda holatimda ham bo'lgan. Aynan eslayman, general o'qib yurganimda intermediate levelni 6 oy o'qiganmiz. Adashmasam 6 oy o'qiganmiz. Va qaysidir testda o'ta olmagandik generalda. O'sha kurs yopildi, qaytadan boshida intermediate o'qildi, yana intermediate yana qaytadan 6 oy o'qildi. Va qiziqarli tomoni hech qaysi o'quvchi shikoyat qilmadi. Yana qaytadan to'lov qilinyapti, 6 oy o'qiyapti. Endi qarang, hop, o'sha 6 oydan keyin o'qimasdan IELTSga ham o'tish mumkin edi. Bu yerda ikkita masala bo'lyapti hozir. IELTS gruppadagi pre-IELTS gruppada o'qish bosim orqali sertifikat olish mumkin, albatta. O'qishni topshira oladi. Ikkinchi holat, siz aytgandek uppergacha o'qiganmiz o'zimiz ham. Uppergacha o'qiganmiz. Upperni tugatib, undan keyin pre-IELTS yoki IELTS tayyorlanib olish mumkin. Ikkalasi ham bir xil ball olish mumkin. Masalan, deylik, siz aytgandek pre-ni tugatib topshirdi, uzoq muddat IELTS o'qib oldi. Bunisi general uppergacha o'qib IELTS tayyorlanib oldi. Vaqt deyarli bir xil, lekin mana bunda general kuchliroq, ingliz tili kuchliroq hisoblanadi baribir. Bu o'quvchida test based bo'lib qoladi baribir. Bu o'quvchida esa umumiy gapirish, eshitish, o'sha boyagi critical thinkinglar boshqacha bo'ladi baribir general o'qiganda. Bali farq qilmasligi mumkin. Ya'ni misol uchun menda ham 6,5, unda ham 6,5 bo'lishi mumkin yoki menda 6,5, unda 7 bo'lishi mumkin, teskari holat bo'lishi mumkin. Yarim ball farq qilsa, lekin general uzoq muddat o'qiganda umumiy ingliz tili keyingi hayotda ham, bu endi keyinchalik keyingi long termda ham foydasi seziladi baribir. Chunki aynan o'zimda ham mana bu davrgacha bo'lgan qismi faqat generalga borib taqaladi. Ana shu tomoni ham bor.
O'shaning uchun masalan maktab o'quvchilarida ko'p bo'ladi. Sinfdoshlari bilan o'zini taqqoslashadi. Ya'ni kim mani sinfdoshim hozir men bilan ingliz tilini birga boshlagandi. U hozir pre-IELTSda o'qiyapti. Men intermediate juda ko'p o'qiyordim, yo bo'lmasam pre-intermediate juda ham ko'p o'qiyordim. Aslida bu bizani ancha foydamizga ishlashi ham mumkin. Faqatgina yaxshi ustoz topib, uni gaplariga quloq solish kerak. Ko'p o'ylash shart emas. To'g'ri yondashuv bilan bo'lish kerak. 5,5-6 uchun shu ekan. Endi qanday qilib, men o'ylayman, ingliz tilida ko'pchilikda eshitganman, 6,5 bilan 7 ning orasi nisbatan qiyinroq chiqish degan gapni eshitganman. Endi hammada har xil nazariya. Men eshitganlarimda masalan o'sha 8,5, 9 olganlarda ham bir ikkitalari aytadi. Menda 6,5 dan 7 gacha chiqish eng qiyini bo'lgan. Masalan, 7 ola olmaslik, 6,5 olib qolish qandaydir ko'pchilikga fail bo'lgandek his qiladi-da. Balki o'zida ham bo'lgan bo'lishi mumkin, balki bo'lmagandir. Nima deysiz shu vaziyat haqida? Rostdan ham shu qiyin etapmi? Nima qilish kerak bola? Masalan, nimada u fail bo'lyapti mana shu? Bo'ldi. Xo'p, demak, aytganingizdek 6,5 bilan 7 katta farq. Bittasi B2, bittasi C1 daraja farqi bor. O'sha boyaga yuqorida aytganimdek, o'sha soatlar hisoblaydigan bo'lsak, aynan advanced level hisoblanadi C1. C1 ga chiqish uchun endi C1 deganda ham 7 bor, 7,5 bor, 8 bor. Uchalasi ham baribir farqi katta, bilamiz. O'rtacha dars soati 500-600 soat qabul qilingan. Endi aytganingizdek 6,5 bilan 7-7,5 orasida farq 0,5 ko'ringani bilan qiyin hisoblanadi. Mana shu joyi bor. Xo'p, nima uchun bu qiyin? O'zimda ham bo'lgan holat 2017-yil 6,5 olgan bo'lsam, shu bilan test 2020 topshirdim. 2020-yil topshirdim. 3 yil muddat orada tayyorlanish bo'lmagan, ya'ni faqat grammatika o'qitganman, dars berib yurgan paytlarim bo'lgan va o'shanda 7 chiqdi overall. Lekin speaking aksincha 6,5 chiqdi. U birinchi imtihon 7 edi. Speaking esa. Faqat listening bilan reading ko'tarilish evaziga ballni ko'tarib berdi. Bu ham baribir a matter of time, ya'ni o'sha 3 yil davomida ingliz tili ichida yurganman baribir. IELTS o'qimagan bo'lsa ham, ingliz tili ichida yurganman, nimadir ko'rganman, nimadir eshitganman, kimdir o'qitganman, nimadir o'rgatganman. O'sha hisobiga umumiy ingliz tili yaxshilangan, lekin baribir speakingda ta'sirini ko'rsatgan. Demak, 6,5-7 orasida ham farq katta hisoblanadi, lekin to'g'ri yondashuv bilan, to'g'ri bosim bilan ish beradi, chunki bu hammada har xil kechadigan jarayon baribir. Nimaga ko'proq ishlash kerak deganda, sizni o'zingiz fikringizni aytsangiz, keyin menda ham fikr bor. Men ko'proq readingga ishlash kerak degan fikrni bergan bo'lardim. Agar sizda to'liqroq detailli tushuntirib beraman desangiz ham eshitamiz. 7 uchun masalan, 7 C1 daraja uchun nimalarga urg'u berishingiz kerak? Masalan, siz bo'lganingizda, masalan, 6,5 bor, nimaga ishlang? Bolaga maslahat bersangiz. Xo'p, o'quvchilarga birinchi o'rinda o'zi listening bilan readingdan boshlaymiz. Speaking writingdan ko'ra, chunki aynan receptive skill tezroq rivojlanadi, productive'ga ulardan ko'ra tezroq rivojlanadi. Va aynan o'zi listening reading qilayotganda, o'zi aslida reading qilish orqali biz 4 tala skill uchun ham ishlaymiz. Masalan, listening qilayotganda ham reading qilamizda, o'qiymiz savollarni. Speaking qilish uchun ham qayerdandir savollar o'qib javob beramiz. Readingda ham o'zi readingda o'qiymiz. Demak, reading bilan listening overall ko'taradigan skill hisoblanadi va tezroq rivojlanadi writing bilan speakingdan ko'ra. Birinchi maslahat beradiganim reading bilan listening ishlanadi. Overall, chunki ko'p o'quvchilarda ham aynan o'zimdagi shu paytgacha bo'lgan imtihonimda ham shu safargi writing qismi 8 chiqdi. Oldin writing nisbatan past yurardi. Writing bilan speaking nisbatan, chunki listening oxirgi imtihonlarim hammasi deyarli 8,5, 8,9, 9, 8,5 shunaqa atrofida. Demak, birinchi tez o'sadigani bu listening bilan reading. Shularni o'stirish orqali aynan writing bilan speaking ko'tarish mumkin bemalol. Asrorga C1 darajaga chiqdik. IELTS 7 oldik. Endi bizga nima kerak? 7 olganlarni planida ko'pincha 7,5 emasda 8. Ha? Hech qaysi 7 olgan, 7,5 olaman emasda 8 olaman deydi. 8 harakat tushundim. Mana shu vaziyat nima deysiz? O'zingizda 7,5 chiqqanmi yo birdan 7 dan keyin ko'tarilganmi 8 ga? Xo'p, demak, o'zimdan aytadigan bo'lsam, 7 dan keyingi darajam 8 edi. 8 bo'ldi. Birinchi olgan 8 edi. Bunda 3 tasi 8,5 chiqdi. Writing 7 chiqqanda o'sha paytda. Albatta eng yaxshi achievementlardan biri edi men uchun hayotimdagi 8. To'g'ri, bizdan yoshlar olyapti, buni aniq qilmayman, lekin qaysi yoshda bo'lsa ham o'sha o'zining sohasida qaysidir yuqori darajaga erishish boshqacha tuyg'u. Xo'p, lekin orada 7,5 ga tushish holati ham bo'ldi. Bu menimcha ko'p
o'qituvchilarda ham bo'ladigan holat. Bo'ladi. Chunki oxirgi ko'p imtihon topshirdim, shuni o'qituvchilarni ham kuzatyapman. Deylik, rating 8,5 chiqqan holatda ham 7,5 yoki 7 ga chiqib qolgan holatlari ham bor. Ya'ni ushlab turish o'zi ham baribir katta bir mas'uliyat talab qiladi, katta bir nima desam, tayyorgarlik talab qiladi. Darajaga chiqish qiyin emas, Shunday uni ushlab turish qolish qiyin. Albatta, mana shu masalasi bor. O'zimda ham shu holat bo'lgan, 7,5 ga tushgan edi va o'shandan keyin aynan stressli holat bo'lgan baribir. Ya'ni men o'sha paytda o'ylaganman, 8 ga chiqdim, bo'ldi, darajam 8. Yo'q, unaqa emas ekan, ushlab qolish kerak ekan bu joyda. Endi undan keyin 7,5 tushgandan keyin bu yog'i ozroq e'tibor qaratildi aynan kamchiliklarga. Ana o'sha rating 6,5 atrofida ko'tarilmay qoldi. 7 dan keyin yana bir marta tushib qoldi, lekin keyingi imtihonlarda ketma-ket IGP ham, British Council ham va aynan Cambridge o'zini sifr testini ham topshirdim. Bu o'rtacha 1,5 yilcha bo'ladigan holat, uchalasida ham 8 holatda chiqdi. Qarang, qanday qilib men masalan 7 bo'lsa menda IELTS, qanday qilib men 8 ga chiqay? Masalan, keling, o'zi 7 olganlarda standart balli bir-biriga o'xshab ketadi. Ko'pincha listening, reading 7,5-8 atrofida, ko'pchilikda writing, speaking bo'ladigan bo'lsa 7-6,5 atrofida bo'ladi. Ko'pincha ana shu oralig'dagi balli. Masalan, shunaqa bitta bola hozir 8 ga chiqishi kerak. U nimalarga ishlasin, nimalarning ustida ishlasin va qancha vaqt bersin o'ziga. Masalan, bugun masalan shu ko'rsatuvni ko'rib, shu kundan boshlab IELTS'im 8 qilaman deb qancha vaqt bersin va nimalarning ustida ishlasin, nimalardan foydalansin o'zi IELTSga tayyorlanish vaqtida. Masalan, avvalgi tayyorlanish bilan boya ko'rsatuvdan oldin gaplashdik. Hozirgi kunda tayyorlanish boshqacha. Shunday. Hozir masalan texnologiyalar bilan ili boshqa faktorlar bilan, boshqa narsalar bilan foydalansa bo'ladi. Xo'p, keng savol. Qarang, qanaqa holatda bo'ladi. Hozir boya aytganingizdek, listening o'rtacha 7,5 atrofida chiqadi. 7 da, speaking ham 6,5 holatda. Yaqinda ham bir o'quvchimiz chiqdi, listening overall 7,5 chiqdi. Xo'p, endi o'sha 7 dan siz aytyapsiz 8 gacha deyapsiz. Bundan birinchi o'rinda baribir hozir birdaniga 4 ta skill masalan bir xil holatda oladigan bo'lsa, ya'ni deylik listening 8, reading 8 dan oladigan bo'lsa, speaking, writing ham 8 atrofida chiqish kerak. Bu odatda qiyinroq baribir. Ya'ni bor olayotganlar bir olishyapti, har doim ham emas. O'shaning uchun birinchi ko'tariladigan, ko'tarib beradigan ikkitasi bu listening bilan reading. Asosiysi shu. Xo'p, qanday oshirish mumkin? Endi juda ko'p yo'llari bor. Boshqa joyda ham ma'lumot ko'rishadi, boyaga video boshqa. Asosiysi birinchi o'rinda exposure to English ko'payishi kerak. Ingliz tilidagi muhitni ko'paytirish kerak. Ingliz tiliga bo'lgan o'sha boyagi exposure'ni xolos ko'proq bo'lishi kerak. Uni qanday qilish mumkin? Albatta study plan kerak. Aynan shu yo'lni bosib o'tgan, materiallarni ko'rgan, study planni tuzib bergan o'sha insonni olsa yaxshiroq bo'ladi. Xo'p, study planda qanaqa holatda bo'ladi endi? Birinchi o'rinda listening. Listeningda har doim ham faqat test ishlash o'zi foyda bermaydi. Buni oldin ham har doim o'quvchilarga aytamiz. Bu xuddi bir masalan sportchiga o'xshataylik. Demak, o'sha boyagi ma'lum bir vazn tashlash kerak bo'lsa, deylik, oldin ham aytgan bu narsani, har kuni taroziga chiqish o'zi yetarli emas. Ya'ni tarozi bir xil ko'rsatadi. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish bo'lmasa, mashq qilish bo'lmasa. Xo'p, listening bitta mock oladi, tekshiradi. Xo'p, muammo nimada? Xatolar, weak pointlar aniqlab olinadi. Keyin o'sha ustida ishlanadi. Endi o'shani ustida ishlash nima degani bu? Birinchi o'rinda hamma bilgan podcast eshitish mumkin. Ya'ni ingliz tilida eshitayotgan bo'ladi. O'sha testni o'zini analiz qilish mumkin. Endi meni fikrimcha faqat podcast eshitishni o'rniga testni analiz qilish ham foydaliroq baribir. Testni o'zini analiz qilish. Ya'ni aynan skript orqali har bitta sentence structure, har bitta yangi so'z, har bitta o'sha boyagi chunks of language'lar o'rganib chiqish kerak bo'ladi. In detail va in depth listeningda. Ya'ni bu yoq qismda o'sha 7 dan 8 ga chiqishga biza detailli yondashishimiz kerak. Ya'ni masalan xatolar, listeningda qilinayotgan xatolar yoki bo'lmasam readingda qilinayotgan xatolar har xil qismlarda chiqmaydi. Masalan olaylik, listeningda ko'pchilikda masalan 95%, 90% o'quvchilarda qilinadigan xatolar part 3 ga to'g'ri keladi. Masalan, oxirgi o'zingizlar yechgan masalan 4 ta, 5 ta mock imtihoniga qarasanglar, ko'pincha bir xil savol turlariga xato qilamiz. Va menimcha bunga detalni yondashishimiz kerak. Readingda ham xuddi shunaqa. O'sha listeningda hozir shu yerda bitta ma'lumot berib o'tib ketaman. Kecha o'quvchilarda bo'lgan holat, aynan part 3 ni ishlatganingiz yaxshi bo'ldi. Part 3 ishlayotgandik.
part 3da agreement disagreement qismi bor listeningda. Bilasiz, 3 tagacha inson gapiradi part 3da. Dialog ketadi. Aynan o'sha joyda o'sha agreement yoki disagreement languagelari bor. Masalan, I couldn't agree more degan joy bor edi. Aslida inkor gap, lekin bu darak ma'noda. Ya'ni 100% qo'shilaman fikringizga degan. I couldn't agree more. Mana shunaqa birikmani o'rganish kerak. O'quvchilarga har doim aytaman, buni qanday o'rganish mumkin? Yo ustozdan o'rganasiz, yo hozir GPT dan o'rganishingiz mumkin, yoki bizaga o'xshab uzoq muddatli experience evaziga. Masalan, menda o'sha paytda shu birikmani bilmaganman, shuncha experience evaziga endi bilyapman. Deylik o'sha 7-8 yil orasida endi bilyapman. Hozir osonroq yo o'qituvchidan o'rganish mumkin, yoki GPT dan yoki vaqt masalasi. Mana shunaqa holatlar. Bitta savol qoldi faqatgina. O'sha 7 dan 8 ga chiqazaman degan bola o'ziga qancha vaqt bersa? Qancha vaqt bersa, imtihonga mana bu har xil registratsiya qiladiganlar bor. Masalan, kimdir o'zimga kuch bag'ishlaydi, maqsad bo'ladi deb 2 oy, 3 oy oldin registratsiya qilib qo'yishadi-da, bo'ldi, o'sha kunga harakat qilinadi. Kimdir o'zini holatiga qarab, men tayyorman, bir haftadan keyin registratsiya qilaman, 15 kundan keyin registratsiya qilaman deydiganlar bor. Shu haqida. Bunda hozir o'zim fikrimni aytishdan oldin bir holatni aytaman. Bir shotlandiyalik ekspert bilan gaplashib qolgan edik Telegramda. Aynan shu sohada ishlagan, xullas sobiq ekzaminer bo'lgan. Aynan ular uchun B2 daraja upper intermediate. B2 ya'ni biz uchun ham shu upper intermediate xullas o'sha. Aynan B2 dan C1 ga chiqish uchun 4-5 oy yetadimi deb savol berganda, u kamida 6-7 oy deb javob bergan. B2 dan C1 ga chiqish uchun. Bu B2 C1 holat ketyapti. 7 dan 8 gacha ham xuddi shunaqa holat. Ko'pchilik endi baribir farq qiladi soatlari. Lekin xo'p, oldin registratsiya qilish bosim beradi albatta, bosim beradi. Endi uzoq muddatli maqsad qo'yildi, deylik uzoq muddatli qanaqa 4 oy bo'lishi mumkin, 5 oy bo'lishi mumkin. Taxminan shu atrofga yetadi meni fikrimcha. 4-5 oy. Xo'p, aynan o'zimning fikrimni aytishdan oldin bitta qiziqarli kezni aytib o'taman. Bir shotlandiyalik bir aynan shu sobiq ekzaminer bilan gaplashib qolgan edim. Unda o'sha boyagi upper levelda, ya'ni upper B2 daraja, o'shandan C1 ga chiqish uchun 4-5 oyni ham kam deb aytgan edi. Endi ular nima uchun buni aytayapti? Ya'ni general jihatdan C1 ni toza C1 daraja bo'ladigan, o'sha advanced levelga javob bera oladigan darajani aytayapti ular. 7 oy deb kamida aytgan edi. Xo'p, endi 7 dan 8 ga ko'tarilish uchun aniq bitta hammaga ishlaydigan vaqt berilib bo'lmaydi, plan ham qilib bo'lmaydi. Chunki ekzamenda har xil holat bo'lishi mumkin. O'zimda ham bu holatlar bo'lgan, hali buni yana aytaman. Har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin uzoq muddatga registratsiya qilib qo'ydim. Uzoqroq muddat bo'lishi kerak baribir. Uzoqroq muddat bo'lishi kerak. Bu albatta bosim beradi va misol uchun deylik 5 oydan keyin topshirmoqchi. Xo'p, o'sha 5 oyda qancha 150 kun bor, to'g'rimi? O'rtacha hisoblasa 150 kunmi? Albatta har bitta kunni manageable actionga ajratib chiqish shart. Ya'ni juda ambitious maqsad qo'yish kerak emas. Ya'ni bir kunda 85 ta lug'at yodlayman, 10 ta listening qilaman, baribir bir hafta qilish mumkin. Motivation hisobiga bu yoqda yana to'xtab qolish mumkin yoki burnout hisobiga tashlab qo'yish mumkin. O'shaning uchun masofani uzoqroq qo'yish kerak edi. Manageable action holatda to'g'ri study plan bilan qilish kerak. Xo'p, endi aniq muddat belgilab bo'lmaydi, bu aytganimdek, balkim 7 dan 8 ga chiqish uchun 1 yil atrof, 1 yil within a year qilish mumkin. 5 oy, 6 oy bo'lishi mumkin, kimgadir 8 oy albatta qilish mumkin. 1 yilgacha qilsa ham bo'lar ekan. Shunday, chunki listen reading baribir ekzamenda bo'layotgandek har xil holat bo'ladi. Chunki o'zimni ham bitta imtihonimda aynan overall 8 chiqqandi, lekin reading 7,5 chiqib qolgan holati bor edi. Chunki ungacha 2 marta 9-8,5 tushmayotdi test evaziga. Yoki yana boya aytgandek writing aynan qanaqadir qiyinroq holat tushib qolgan bo'lishi mumkin yoki writing speaking bilan subyektiv baholanadi baribir. Chunki aynan bitta aspekt ham ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun ishonchliroq kirishi uzoqroq muddat ma'qulroq. Endi keyingi savol turi bor. Bu 8 dan 8,5 gacha chiqish. Qanaqa bu orasi uzoq deb o'ylaysizmi yoki yaqinroq deb o'ylaysizmi sizning fikringiz bo'yicha? Qanaqa yondashish kerak, nima qilish kerak 8 da turganlar hozir? Balki 7,5 da turgan inson 8,5 mi? Balki 9 da maqsad qilib turgandir. Siz menimcha hali 8,5 ga javob bera olasiz o'zingiz. Xo'p, 8-8,5 orasi meni fikrimcha yaqinroq eplasa bo'ladigan holatda. Faqat meni holatimda qanday bo'lgan? Ya'ni bu 8,5 chiqishdan oldin 2 marta topshirganman. Lekin vaqt ancha. Bittasini 2024 dekabrda topshirganman.
1 yil 2024 dekabr va Deyarli. aprel oyida yo'q, to'xtang, adashdim. 2024 aprelda topshirganman, Ha. 8, keyin dekabrda topshirgan, u ham 8 edi. Hmm. 2024 o'tgan yili. Va bunisi mana bu hozir noyabr oyida topshirdim. Noyabr oyidagi imtihonda. Deyarli 11 oy orasida. Xo'p, 11 oy orasida ikkita 8 dan keyin 8,5 chiqish holati. Endi aynan 8 da turganlar yoki 7,5 turganlar 8,5 ga harakat qilayotgan bo'lsa, bunda ikkita skill o'zi yetmaydi, to'rttalasi ham yaxshi bo'lishi kerak. Listening maksimal harakat qilish kerak 8,5-9. Chunki listening 8 chiqqan holatda ham writing va speaking ham kamida 8,5 chiqmasa overall yetmaydi. Chunki aynan o'zimdagi holatda ham mana bu imtihonda speaking 7,5 chiqqan, lekin writing 8, listening 8,5, reading 9. To'rttala skillni ham birgalikda olib borish kerak. Lekin 8 da turganlar yaxshi holatda, yaxshi imkoniyatda turishibdi ular. 8,5 chiqish ehtimoli, ya'ni ko'proq qisqa muddatda. Ko'proq. Shunday. Faqatgina o'ylashim bo'yicha, imtihonlarga topshirib, o'sha omad faktori ham borda balki, Albatta. omad faktori ham bo'lsa kerak. Bolalarda ko'ramiz, speakinglarda masalan, endi o'sha boshqa topiklarga o'tib, masalan, speaking bo'yicha eng yuqori ballingiz adashmasam 8 yo 8,5 gacha chiqqan. 8,5 gacha chiqqan. Speakingni qanday qilib, masalan, oddiygina ko'rganimizda collocationlar yodlash yoki bo'lmasam compound adjectivelarni yodlab speakinglarda qo'llaydiganlar bor. Yoki hozirgi kunda mana ChatGPTlardan foydalanib, o'ziga sample answer olib, sample answerlarni yodlab tayyorlanadiganlar bor. Qaysi effektiv qilib yurish kerak doim? To'g'ri yo'llari masalan 8 undan balandga chiqarish uchun bizning speakingimizda. Xo'p, speaking o'zimda 8,5 gacha chiqqan va bonusda 7,5, farq 1 ball. Bunda tushish ham deb hisoblamayman. Sababi o'sha birinchi topshirganimda ham speaking 7 chiqqan o'sha paytda ham. Menimcha bu yaxshi natija birinchi marta speaking uchun. Shunaqa. Va menda aynan GPT orqali yoki aynan appdagi samplelar orqali tayyorlanish bo'lmagan hozirgacha. Qachon imtihon borsam ham hech qanaqa savolni ko'rib chiqmayman. To'g'ri, oxirgi imtihonimda bitta mavzuni ko'rib chiqdim. Boyagi davlatchizdagi mashhur Daryo degan mavzu bor ekan. Daryoni tasvirlang. Ko'rmaganman, bu mavzu o'qimaganman, o'shancha fikr olgan edim bu mavzu, lekin baribir tushmadi. Tayyorlanish o'zimda ham o'shancha speakingda hech qanaqa alohida fokus qaratmaganman. General hisobiga 8,5 gacha chiqqan. Lekin o'quvchilarda yaxshi imkoniyat bor. Ya'ni mana uzoq muddatli general hisobiga 8,5, ya'ni 4-5 yil yoki 7 yil vaqt ketadi degani emas bu. Boya aytganingizdek, GPT bor yoki qo'shimcha yana har xil applar bor, bemalol speaking yaxshilasa bo'ladigan. Eng asosiy hozir bitta ular qila oladigan yo'li bu yo artikel orqali yoki aynan sample, high level sample'ni o'zini analiz qilish orqali ham speaking yaxshilash mumkin. Faqat o'qish evaziga emas, aynan o'sha vocabni, o'sha boyagi collocationlarni activate qilish hisobiga. Undan tashqari ChatGPT yoki shunga o'xshagan boshqa sun'iy intellektlardan ingliz tilini ham menimcha o'rganishga juda katta yordam beryapti. Siz o'zingiz foydalanasiz menimcha? Hozir o'quvchilarga yordam bo'lishi uchun aynan qo'shimcha handoutlar yasash uchun foydalanamiz albatta. Yasash uchun foydalanadi. Buni foyda beradi deb o'ylaysizmi? Menimcha ancha rivojlanib, uje yaxshi o'qituvchi ham bo'lib qoldi desak bo'ladi, ancha-muncha ustozlarga. Xuddi shunaqa. Har guruh ochganimda birinchi tanishuv darsida odatda o'quvchilarga kurs haqida ma'lumot beramiz. 4 oy masalan, 4 oy nima o'qiladi, nima o'tiladi va har bitta kitobda lesson plan qilib beramiz. Va aynan birinchi darsda o'zida ikkita asosiy saytni ko'rsataman. Bittasi sayt, bittasi ChatGPTni ko'rsataman. Ishlash usulini. Birinchisi speaking uchun, ikkinchisi aynan GPT bilan podcastda ishlash usullari bor. Xo'p, demak menda podcast bazasi bor, promptlar bazasi bor, kechirasiz, prompt bazasi bor. Aynan bitta podcast olasiz, masalan 10 daqiqalik podcast olasiz. O'shanda deylik grammatikaga alohida, vocabulary alohida, speaking alohida, grammatika alohida, writing alohida, pronunciation alohida ishlash mumkin bo'lgan promptlar bor bittani o'zi bilan. Worksheetlar bor demoqchisiz? Yo'q, promptni o'zi bor, GPT yordamida qilasiz. GPT bilan shuncha qilish mumkin. Bu demak istalgan human writer yoki human speakerdan kuchli baribir. Imtihonga borgan vaqtingizda, mana oxirgi marta imtihonga bordingiz. O'zi qancha vaqtla tayyorlandingiz imtihonga? Xo'p, to'g'risini aytsam, bu imtihonga tayyorlanmasdan topshirdim. Birinchi holatda o'zi imtihon topshirish rejasi bor edi anchadan buyon, lekin tayyor emasligim sababli topshirmay yurgandim. Keyin o'sha yaqinda o'z bir shaxsiy masalada Toshkentga borishim to'g'ri kelib qoldi va aynan
yakshanba kuni imtihon bor ekan. 29-sanada oktyabrda ko'rdim, imtihon bor. Birinchi adashmasam 2 noyabr dedi menimcha. Imtihon borligi sababli ro'yxatdan o'tdim, joy bor ekan. Shanba kuni aynan borib ishimni bitirdim va yakshanba kuni imtihonga bordim. Orada o'rtacha 2 kun vaqt, 3 kun vaqt oralig'ida telefon qildim, hali ham joy bor deyishdi, ro'yxatda o'tsangiz to'lov qilsangiz bo'ladi deyishdi. To'lov qildim va imtihonga borib topshirdim. Shu joyda bitta g'alati holat bo'ldi. Aynan men saytda soat speaking 11:40 da belgilagandim. 11:40 da belgilagandim. Lekin ular keyinchalik soat o'zgargan, 10:40 da soat imtihonni qo'yishgan va menga SMS jo'natishgan. SMS menga kelmagan, bilmadim qanaqa sabab orqali SMS olmaganman va boryapman. 11:20 da o'sha kutish zalida turibmiz, hammani chaqirib, ism familiya chiqmayapti. Va borib so'rasam, demak 10:40 da imtihon tugagan. Ehtimoli bor, hozir yo imtihon boshqa kunga qo'yib berishadi, o'sha boyagi to'lov evaziga, lekin vaziyat tushuntirib, hamma narsani soatini ko'rsatdik. Tushunmovchilik evaziga bo'lgan ekan, lekin shu joyda ozroq kutish bo'lib qoldi. Aynan 11:40 da bo'lish kerak bo'lgan imtihon taxminan 12:40 lar atrofida bo'ldi. 1 soatcha kutish holatda bo'lib qoldi. Shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa oldinroqdan xabardor bo'lib, imtihondan avval baribir ko'pchilik 5 marta, 6 marta topshirish kamroq. Birinchi marta topshirganda ko'p narsani bilmasangiz, avvaldan borib harakat qilib ko'rish kerak. Asror aka, tabiiy 8,5 olganingizdan keyin 9 ga harakat boshlangan hozirda. Keyingi imtihoningizni qachonligi rejalashtiryapsiz va qanaqa tayyorgarlik qilmoqchisiz bu imtihonga? Xo'p, o'zi 9 olishga harakat oldin yo'q edi, lekin aynan aytganingizdek 8,5 ga chiqqandan keyin boshlandi tabiiy qiziqish hosil bo'ldi aynan. Ya'ni bilyapman, imkoni bor bu ballga chiqishni ham, aynan 9 ga yetishni ham, chunki meni fikrimcha har bir inson o'zining sohasida baribir eng yuqori cho'qqisiga chiqishga harakat qiladi. Demak, keyingi imtihonim katta ehtimollik bilan 2026-yilda bo'lishi mumkin va tayyorgarlik endi boshlanyapti. Aynan hozir guruhlar ko'proq, aynan dekabrda topshiradigan gruppalarimiz bor evaziga o'quvchilar bilan ko'proq ishlayapmiz kechgacha. Va lekin o'zim ham tayyorgarlik boshlayapman. Aynan 4 ta skillni bir paytda olib borish uchun self study plan tuzib chiqyapman albatta. GPT yordamida va qo'shimcha artikellar yordamida endi buni o'sha planni faqat o'zim alohida emas, balki o'quvchilar bilan birgalikda qilmoqchimiz. Aynan darajasi yaxshi va keyingi levelga olib chiqmoqchi bo'lgan o'quvchilar bilan kechki masalan soat 8 yoki 9 dan keyin shug'ullanmoqchimiz. Aynan markaz o'zida. Ya'ni o'zim bajaradigan planni o'quvchilar bilan birgalikda amalga oshirmoqchimiz. Endi buni tuzib chiqamiz, xudo xolasa. Asror aka, ko'rsatuvimizda oxiri shu bo'ladi. Menimcha ancha yaxshi suhbat bo'ldi. Bolalarga foydasi tegadigan. Bemalol xayrlashib olsangiz bo'ladi. Gaplaringiz bo'lsa, bemalol auditoriyamizga yetkazib qo'ysangiz. IELTS imtihoniga tayyorlanayotgan barcha yoshlarga omad. Albatta 7, 7,5, 8 va hattoki 8,5 da ham imkoni bor va albatta to'g'ri ustoz va to'g'ri markaz bilan. Faqat asosiysi to'g'ri muddat belgilash kerak va to'g'ri holatda yaxshi material bilan, yaxshi uslubda yondashish kerak bo'ladi. Ko'rsatuvni ko'rgan hammaga rahmat. O'ylaymiz, bu ko'rsatuv hammaga bir xil manfaatli bo'ladi. Sizlarni markazda kutib qolamiz.